Assalomu alaykum hurmatli investorlar. Bugungi video darsligimda sizlar uchun mana shu investitsiya va trading sohasini murakkab bo'lmagan terminlarda ishlatmasdan, ya'ni murakkab bo'lgan terminlarda ishlatmagan holatda ketma-ketlikda, ya'ni sizlar o'sha o'rganib kelayotgan darsliklaringizdagi ketma-ketliklarni, ya'ni sizlarda bu narsa sochilib yotgan bo'ladi. Mana shu narsalarni umumiy yaxlit holatga keltirib va ularni ketma-ketlikda, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadamlarda nimalarga e'tibor beramiz va ayni olayotgan bilimlarimizdan qay yo'sinda foydalanishligimizni men sizlarga soddagina tushunarli qilgan holatda mana shu hozirgi video darsligimizda yetkazib berishlikka harakat qilib ko'raman. Bizda birinchi qadamda aksiyalarni qayerdan va qanday topib olamiz va ikkinchi qadamda ana o'sha aksiyalarni fundamental holatlarini tekshirib, uchinchi qadamlarda biz qaysi saytlardan va qanday texnik holatlarini ko'rib chiqqan holatda umumiy depozitimizga nisbatan qancha risklarda va qancha money management qoidalari bo'yicha savdo pozitsiyalarini ochamiz. Mana o'sha narsalarni, ya'ni umumiy trading sohasini A harfidan oxirgi Ya harfigacha men sizlarga imkon qadar tushunarli qilib yetkazib berishlikka harakat qilib ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum hurmatli investorlar. Bugungi video darslik qo'llanmamizda sizlar bilan umumlashtirilgan, ya'ni trading va investitsiya sohasini umumiylashtirilgan va soddalashtirilgan tartibda tushuntirib berishlikka harakat qilaman. Ya'ni bugun sizlar bilan nimalarni ko'rib chiqamiz? Ana o'sha darsliklarda yoki boshqa bir platformalardan olayotgan ma'lumotlaringizni agar siz bir xilda zanjir holatida tuzib chiqmas ekansiz, bu joyda hamma ma'lumot har xil va har qayerda va uni boshi va o'rtasi va oxirini agar siz birlashtirishni bilmasangiz, olgan bilimlaringiz shunchaki foydalanib bo'lmaydigan darajadagi foydali ma'lumotlardan boshqasi bo'lmay qolishligi mumkin. Shuning uchun keling sizlar bilan ketma-ketlikda, ya'ni birinchi bo'lib aksiyalarni qayerdan va qaysi holatda tanlab olishimiz va kompaniyani keyingi qadamimizda kompaniyani qayerlardan tekshiramiz va qay holatda tekshiramiz. Uchinchi qadamimiz bo'ladigan bo'lsa, bu bizda texnik analizni qayerda va qanday tartiblarda, ayniqsa time frame'lar ketma-ketligini qay holatda ko'rib chiqishni va eng muhimi risk va money managementni qanday to'g'rilaymiz. Mana o'shalar haqida bugungi video darsligimda sizlarga sodda qilib tushuntirib berishlikka harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizda aksiyani sotib olishdan oldingi aniq va bir qatorlikda ketma-ketlikda keladigan aniq reja paydo bo'ladi. Keling, birinchi qadam bizda aksiyani qayerdan tanlaymiz. Bular haqida sizlarda ma'lumot bor, faqat shu olayotgan ma'lumotlaringizni o'sha zanjir holatida, ya'ni ketma-ketligini birinchi, ikkinchi va uchinchi qadamlar qilgan holatda bir boshidan oxirigacha bo'lgan ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi qadam bizda aksiyani qayerdan tanlaymiz. Bu bizga ana o'sha darslarimizda o'rgatilgan finviz.com sayti. Kirib olamiz. Mana bu joyda finviz.com saytini kiritib, yuqorida turgan screener, Finviz screener deyamiz va bizda mana bu oyna ochiladi, ya'ni Finviz saytining asosiy oynasi. Bu joyda biz kunlik o'suvchan bo'lgan top gainers va kunlik yuqori tushuvchan bo'lgan top losers kompaniyalarini ham ko'rib olishligimiz mumkin. Avvalo boshida o'quv kursini tugallaganlar uchun sizda agar 2 yil yoki ana boring 1 yillik tajriba bo'lmasdan turib sizlarga penny stoklarga, ya'ni chaqa aksiyalarga yaqinlashmasligingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki mana bu ko'zni quvontirayotgan 87-65% kunlik o'sish
sizda bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Buni qarshisidagi, ya'ni bir kunni o'zida sizni umumiy depozitingizga nisbatan mana shunaqangi 0.63, -63, -46 foizlik minus holatlarni ham keltirib qo'yishligi mumkin. Shuni hisobiga hozircha mani maslahatim imkoni boricha penny, ya'ni chaqa aksiyalarga yaqinlashmagan holatda eng kamida $20 yuqori bo'lgan kompaniya aksiyalarida savdo qilishligingizni shaxsiy o'zimni maslahatim deb qabul qilishlaringiz mumkin. Xo'p, bizda endi Finvizda siz o'zingiz xohlagan bir bo'limlariga kirib umumiy holatda tekshirib olishligingiz mumkin, lekin asosiy bizga kerak bo'ladigan bo'limi bu screener bo'limi bo'ladi. Va mana bu yuqorilarda bizda descript, fundamental, texnik, yangiliklar holati, har xil bo'limlarga bo'lingan holatdagi kompaniya aksiyalarini biz o'zimizga kerakli bo'lgan, ya'ni mana bu joylarda ko'rib turibmiz. Bozorda hozircha Amerika fond bozorida 10.894 ta kompaniya IPO'lardan o'tib qanchadir muddatdan beri savdo sotiq qilinib kelayotganligini aniq statistik raqamlarda ko'rib turibmiz. Va biz 10.894 ta kompaniya aksiyalarini analiz qilishda biz uchun juda qiyin bo'ladi. Bizga birinchi bo'lib filtrlashimiz kerak bo'lib qoladi. Oddiy filtrlardan boshlab ko'rsatib beraman. Oddiy, lekin samarali. Ya'ni odatda o'zim ham ana shundoq skrinerlardan, filtrlardan o'tkazib olaman. Ya'ni men uchun agar uzoq muddatli savdo bitimlarini ochmoqchi va fundamental holatdan baquvvat bo'lgan, sekinroq yursin, lekin doimiy, ya'ni sotib olganimdan keyin ham narx mabodo tushib ketadigan bo'lsa, lekin yana 3-4 oylardan keyin umumiy holatda foydaga chiqib ketishim kerak deydigan kompaniyalar bo'ladigan bo'lsa, sizga mid holatidan yuqoridagi, ya'ni sizga mid, large va mega kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyalarda ichidan qidirishingiz kerak bo'ladi. Agar sizga growth stocklar qiziqtirsa, ya'ni o'rta yoki uzoq muddatli savdolarda men risk kontrolim joyida, bilimim yetarli, lekin menga taxminan masalan yillik 10-15% emas, yillik 30-40, hattoki 70% o'suvchan xarakterga ega bo'lgan kompaniyalar kerak deydigan bo'lsangiz, siz unda small va mikro, imkoni boricha mikroga tushmaslikni maslahat beraman. Eng maqbuliyatchim bizda small kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyalar hisoblanadi. Ya'ni small kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyalar hozirda fundamental holatidan biroz уже yaxshilanishga erishgan va qaysidir jihatdan institutsionalniy treyderlarni, ya'ni katta hedge fondlarni ham nazariga tushib qolgan va market kapitalizatsiyasi, ya'ni bozor kapitali taxminan 300 milliondan 2 milliardgacha yaqinlashib qolgan kompaniyalarda small cap deyiladi bular. Bundan nimani tushunishimiz mumkin? Kompaniya aksiyasiga investorlar tomonidan ishonch bildirib, kompaniya aksiyalariga investitsiya kiritilishni boshlaganda o'z-o'zidan ana o'sha kompaniyaning market kapitalizatsiyasi anchagina yaxshilanishni boshlaydi va yuqorida ko'rib turgan mega, large kapitalizatsiyalarga nisbatan buniki kichkina bo'lganligini hisobiga, ya'ni oddiygina mashinadan qiyos qilishimiz mumkin. Bu small kapitalizatsiyalik kompaniyalarni yengil mashina, large, mega kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyalarni esa og'ir yuk mashinasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Mega kapitalizatsiyaga egalar doim bir xil ravon harakatlanadi, lekin og'ir va qimmat bo'lganligini hisobiga narxlarning yurishligi, ya'ni foizlarda yurishligi anchagina sekin bo'ladi. Chunki o'sha qimmatlashib ketgan, o'sha og'irlashib ketgan kompaniya hisoblanadi. Small kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyalardan agar biz qidirib topadigan bo'lsak, ana unda bizda o'sha yaxshigina bozorda daromad olishligimiz mumkin bo'ladi. Endi bu sizni o'zingizni istak va xohishlaringizga qarab bo'laveradi. Men small kapitalizatsiyani tanladim va menga narx oralig'i qiziq. Ya'ni kompaniya kichik bo'lgani hisobiga narx oralig'ini men $20 dan $50 gacha bo'lgan kompaniyalar qilib belgilab oldim.
Va ko'rib turibmiz 10.900 taga yaqin bo'lgan kompaniyalarning ichidan shu 2 dona filtrimizning o'zida bizda 423 dona kompaniya aksiyasi qoldi. Keyingi qiladigan qadamlarimizdan ikkinchisi bizga nima kerak? Ya'ni kompaniyaga ishonch, ya'ni buy, long pozitsiyalarga kirayotganlar ko'p bo'lishligi uchun bizga ayni short pozitsiyaga ochilganlar 10% dan kamroq bo'lganini tanlab olamiz. Bizda yana 100 taga kamayib 341 ta qoldi. Endi target price'lar shart emas. Average volume, relative volume va current volume'larda biz bu ob'yom, ya'ni kunlik savdolari, ya'ni kunlik qancha olib sotilishlari, ana o'shalarni bir oz yaxshilashimiz mumkin. Uzr, undir qilib qo'ydim. Over, ya'ni 1 milliondan yuqori savdo ob'yomiga ega bo'lgan kompaniya bo'lsin dedim. Menda mana ko'rib turibmiz 15 dona shunaqa kompaniya aksiyasi qoldi. Ana endi fundamental holatiga bir qator nazar tashlaymiz. Fundamental holatidan bizda nima kerak? Eng qiziqarli. PE nisbatlarini o'zingiz tanlab olaverasiz. Agar men hozir PE nisbatlarini ham agarda 15 dan past bo'lsin deydigan bo'lsam, kompaniya juda ham kamayib ketadi. Ya'ni o'sha yaxshi kompaniyalar qoldi, lekin bizda eng muhim jihatlardan biri joizlik, ya'ni halol savdo yo'nalishida bo'lgan kompaniya aksiyalari bilan savdo qilganligimiz uchun aytaylik, mana bu chiqqan 3 ta kompaniya bizda nojoiz bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun PE nisbatlariga unchalar tegmay turamiz. Ya'ni nima uchun kerak bu? Agar yuqori kapitalizatsiyaga ega bo'lgan kompaniyani tanlagan bo'lganimizda bizda hozir yetarlicha kandidat shakllangan bo'lardi va ana o'shanda biz PE nisbatlari, PEG nisbatlarini ham bemalol tanlab olishligimiz mumkin edi. Va shuning uchun keling buni ham bir tekshirib ko'ramiz. Ya'ni small emas, large kapitalizatsiyaga o'tkazadigan bo'lsak, unda mana ko'ryapmiz, large katta kapitalizatsiyaga va narxi arzon bo'lgan kompaniya bizda 137 ta qoldi. Keling endi fundamentaliga o'tamiz. O'zingiz kompyuteringizda o'sha o'zingiz o'tirib xohlagan nimaga o'tkazib ko'rishingiz mumkin. PE nisbatini 20 dan past bo'lsin deymiz. Va bizda 51 ta kompaniya aksiyasi qoldi. Endi yana kerak bo'ladigan narsalaridan ko'rib chiqamiz. Fundamental holatidan menga shular yetarli. Chunki talablarni qancha ko'paytirib o'rganimiz sari bizda kompaniya aksiyalarining, ya'ni bizga chiqib kelayotgan kompaniyalar juda ham kamayib ketishligi mumkin. Texnik tomonlama, agar sizga nimadir kerak bo'lsa, ya'ni siz qaysidir indikatorlardan foydalanadigan bo'lsangiz, masalan RSI indikatori bor yoki moving average indikatorlardan siz agar foydalanadigan bo'lsangiz, o'zingizga kerak bo'ladigan jihatlarni tanlab olishligingiz mumkin. Men odatda meni taniganlar biladi, umuman indikatorlardan foydalanmayman va sizlarga ham indikatorlardan foydalanmaslikni maslahat beraman. Xo'p, 51 ta tanlangan kompaniya aksiyasini biz hozirgi holatida ko'rib chiqishimiz uchun bir oz qiyinlik bo'ladi. Shuning uchun keling mana snapshot bo'limiga o'tamiz va bizda qisman bo'lsa-da kunlik time frame'dagi chart holati bilan bizga kompaniya aksiyalari ko'rinadi va mana bu joyda esa qisman bizga kerakli bo'ladigan fundamentalni shu kompaniyalarni nima deydi? Fundamental holatini bizga ko'rsatib beradi. Va shu joylardan birinchi setka, ya'ni birinchi qadamimizdan o'tdik deb shu joylardan tanlab olishligimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, biz endi texnik holatini ham tekshirib olamiz va masalan aytaylik menga AMX kompaniyasi menga ma'qul keldi va hozir endi tekshirib o'tirmaymiz, siz tekshirib olasiz. Keyingi kompaniyalarni tanlayotganingizda o'zingiz uchun joizlik holatini birinchi bo'lib tekshirib olishligingizni maslahat beraman. Chunki Finvizdan topganingizdan keyin siz keyingi saytlardan to'laqonli tekshirib bo'lganingizdan keyin eng oxirida agar siz joizlik holatini tekshirmoqchi bo'lsangiz, u nojoiz holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, shuncha vaqtingizni isrof qilgan bo'lib qolasiz. Va men hozirgi video bo'layotganligi uchun ayni video, ya'ni qo'llanma bo'layotganligini va sotib olmayotganligim hisobiga mana shu
joizlik skrineridan tekshirishlikda o'tkazib yuboraman, lekin sizda umuman esdan chiqmasin. Birinchi qadam Finviz sayti, ikkinchi qadam joizligini tekshirish bo'ladi va men ikkinchi qadamni o'tkazib yuborib, uchinchi qadamga o'tib ketishlikka qaror qilaman. Kompaniya tikerini bir tomonga, biror joyga yozib olamiz. IMX kompaniyasi. Va qolganlarga o'tib o'tirmadim, chunki uje biz faqatgina sotib olish uchun emas, faqatgina qo'llanma uchun ko'ryapmiz. IMX kompaniyasini bizda yoki bo'lmasam Yahoo Finance va bizda yana nima bor? stockanalysis.com. Men odatda ko'proq stockanalysis.com saytidan foydalanaman va mana bu poisk joyiga ana o'sha o'zimiz hozir ko'rib chiqqan kompaniya aksiyamizning tikerini yozib olamiz. Va aniq shuni tanladikmi yoki yo'qmi, narxidan tekshirib olishligimiz mumkin. Ya'ni hozirda narxi $21.50 ekan. Mana ko'rib turganimizdek $20.50. Ya'ni Amerika Movil va mana bunaqangi harflari bor kompaniya ekan. Bu NYSE birjasida savdo qilinar ekan. Bizda bilamiz Nasdaq, NYSE, OTC va shunga o'xshagan birjalar ko'p. Imkoni boricha Nasdaq va NYSE da savdo qilinadigan kompaniya aksiyalarida savdo qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, stockanalysis.com saytiga kirganimizdan keyin mana bu joyda endi siz o'sha fundamentalniy analiz darslarida ko'rib chiqayotgan bir-biridan betakror bo'lgan o'sha har xil inglizcha nomlari bilan sizlarni kelib boshlayingizni qotirayotgan bo'limga yetib keldik. Sizlarga bu videoni olishlikdan asosiy maqsadim nima edi? Mana ko'pchilik taniydi, bilishadi, bilasizlar, taniysizlar va ayni mana hozirgi daromadli va stabilniy savdolarim natijasida ana o'sha sizlarga tushuntirib, o'rgatib ketilayotgan kriteriyalarning, ya'ni aytaylik bir 70 xil, 80 xil kriteriyalar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga bir narsani bugun bitta sirni ochaman. Hammasi ham ishlamaydi siz uchun. Ya'ni siz biror bir kompaniyaga 10 yillik muddatda yoki 5 yillik muddatda investitsiya qilmaysiz. Buni men juda yaxshi bilaman. Shuni hisobiga bizda ayni o'zbeklarni, ya'ni insoniyatni sabriga to'g'ri keladigan holatda men sizga soddalashtirilgan holatda tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni bizga nima kerak bo'ladi? Market kapitalizatsiyasi kerak. Объем kerak, ya'ni savdosi faol bo'layotgan kompaniya bo'lishligi kerak. Bu narsani biz finviz.com saytida shu kriteriyalar bo'yicha ajratib oldik. Va keyingi tanlashimiz kerak bo'lgan narsasi nima bo'lardi? Bizda sektori, sanoati nima ishlab chiqaradi, itakdali. Buni masalan American Movil kompaniyasining tikerini siz ChatGPT ga yozib, qaysi sektorda savdo faoliyatini yuritadi, nima ishlab chiqaradi. Mana shunaqangi, shunchaki nazariy ma'lumotlarni bilib olganingizdan keyin siz finviz.com saytiga kirib, siz uchun kerak bo'ladigan 4 dona kriteriyaning o'zi yetib ortadi. Ishoning, yetib ortadi. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan narsalari nima? Birinchisi market cap. Ya'ni bu bor, buni Finvizdan tanlab oldik. Keyingi kerak bo'ladigan jihati bizda revenue, ya'ni daromadi. Ya'ni biz tanlagan kompaniya o'zi daromad qilyaptimi? Va mana bu joyda ko'ryapmiz, yillik 12.3% daromad qilayotgan kompaniya ekan. Endi bundan keyingisi daromad xo'p qilyapti. Endi keyingi savol nima bo'lishi mumkin? Ana o'sha qilayotgan daromadidan sof foydasi qancha bo'lyapti degan joyga kelamiz. Ya'ni bu joyda bizda TTM, ya'ni oylik ekan, oylik daromadi bo'lsa, bizda net income, sof foydasi. Men bu joyda adashdim, yillikdagi bo'lsa kerak. Umuman farqi yo'q. Qilinayotgan mana bu daromadidan qanchasi, ya'ni necha foizi o'ziga qolyapti. Umumiy holatda qilayotgan net income, sof foydasi 83.7%. Ya'ni aytaylik bu kompaniya bir yilda $1 milliard foyda qilayotgan bo'lsa, shundan 83.7 to'liq qilib krugli summaga oladigan bo'lsak, 84% net income, ya'ni sof foydasiga to'g'ri kelyapti ekan. Bu juda zo'r natija hisoblanadi.
Ya'ni biz tanlab olgan kompaniyani market kapitalizatsiyasi yaxshi, narxi ham yaxshi, bu kompaniya daromad qilyaptimi? Daromad qilyapti. Bu kompaniyaning qilayotgan daromadlaridan qancha summasi, ya'ni necha foizi bu o'ziga sof foyda keltiryapti, ya'ni sof foydasi sifatida qolyapti. Buni ham ko'radigan bo'lsak, bizda 84% sof foyda qolayotganini ko'rsatyapti. Ana undan keyingi yana bitta kerak bo'ladigan jihati, kompaniya aksiyalari bozorda juda ham ko'p, ya'ni o'ta ko'p holatda bo'lmagan, ya'ni aniq soni kerak. Bizda bu mana ko'rinib turibdi, ya'ni 60 millionta chiqarilgan ekan. Undan keyingi kerak bo'ladigan joyi bizga nima bo'ladi? Debt, ya'ni qarzini ham tekshirib olishimiz mumkin. Buni keling Finvizda o'zida ham ko'rsatishligi kerak. Debt holatini ko'rib chiqamiz hozir. Finviz saytidagi fundamentalniy hisobotlarda bizda debt equity kompaniyaning qarzi masalan ko'rib turibmiz, 1.93 bo'ladigan bo'lsa, buni keling sof foydasiga nisbatini ko'radigan bo'lsak, sof foydasi esa 3.69 ni tashkil qilyapti. Bu milliardlarda. Ya'ni bizda kompaniya o'z qarzini to'laqonli yopib yuborganidan keyin ham kompaniyada sof foydalari qolyapti. Bu fundamental yuqori natijadagi, yuqori holatdagi kompaniya deb bilishimiz mumkin. Va bo'ldi, shularga qaralganida o'zi yetib ortadi. Nima uchun? Nima uchunki kompaniyadan biz o'zimizga kerakli bo'layotgan hamma narsani ko'rib olyapmiz. Ya'ni kompaniya sog'lommi? Sog'lom. Kompaniya daromad qilyaptimi? Qilyapti. Kompaniyaning qarzi bormi? Biroz qarzi bor. Lekin qilayotgan foydasi qarzlarini to'laqonli yopib bera oladimi? Ha, yopib bera oladi. Bu juda yaxshi narsa. Ana undan keyingi holati, agar uzoqroq muddatli savdo qiladigan insonlar bo'lsa, bu dividendlari. Mana dividendlarni ham ko'rsatib beryapti. Har bitta aksiyasiga nisbatan 0.56, ya'ni 50 sentda sizga dividend to'lab berar ekan. Beta nisbatlari bor. Bundan keyin days range, bozorning ochilish yopilishi, volume, bir kunlik savdo aylanmasi 1.5 millionga yaqin oldi sotdi bo'lyapti. Bu juda yaxshi kompaniya sifatida masalan olishlik mumkin. Undan keyingi bizga kerak bo'ladigan qadam, biz уже fundamentalini ko'rib bo'ldik. Agar siz boshqacharoq yana bir ikkita kriteriyalar bo'yicha tekshirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bemalol masalan financial bo'limiga o'tganingizdan keyin sizga mana profit, gross profitlari bor, hamma narsalar shu joyda kelib chiqadi. Lekin ishoning, bu narsalar o'ta muhim emas. Agar siz kompaniyani sotib olganingizdan keyin 5-6 oy, 1 yillik agar siz investitsiya qiladigan bo'lsangiz yoki o'rta muddatlik trading bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, ishoning, bu kompaniyani sizga bundan ortiq statistikasini keragi bo'lmaydi. Birinchi qadamlarda kompaniyaning qanday qidirib topishligi, ikkinchi qadamda uni fundamental holatini ko'rib chiqib bo'lganimizdan keyin, uchinchi qadam bizda texnik analiz qilish bosqichiga yetib kelganimizni bildiradi. Va biz uchinchi qadamlarda esa nima qilamiz? Trading View saytiga kirib olib, mana bu yuqori qismidan yoki shunchaki ekranda o'zi holatida turganda hozirgi tanlab olgan kompaniyamizning tikerini yozib chiqamiz. Ya'ni AMX tikerlik kompaniyasi mana ko'rib turibmiz. NYSE birjasida savdo qilinadi. Shuni tanlab olamiz. Va bizga kerak bo'ladigan jihatlaridan biri, bizda kompaniyaning o'sha darslarda sizlarga ko'rsatilib borilayotgan o'sha texnik analiz holatlarini bir qator tekshirib olishligimiz kerak bo'ladi. Kompaniyani uzoq yillik masalan oldingi 2024-yildan va hozirgi kungacha bo'lib kelayotgan resistance, support, resistance zonalariga kelgan holatda bozor nima qildi? Bozor strukturaviy razvorotlarini berganligidan so'ng, strukturaviy razvorotlar tasdiqlanganidan keyin bizda bozorning kuchli maksimumlari va kuchsiz bozorning kuchli minimum va kuchsiz maksimumlari paydo bo'lganidan keyin biz nima qilishimiz mumkin?
texnik analiz jihatidan biz hamma yo'qni qilib olamiz va aytaylik, keling hozir mabodo agar bozor keyingi korreksion harakat beradigan bo'lsa, ya'ni bizda reja bo'lishlik kerak. Mana bu korreksion harakatlaridan keyin savdo pozitsiyalarini ochishimiz mumkin degan holatda biz o'sha 3-qadamimizdagi texnik analiz bosqichlaridan birin-ketin o'tkazib olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni bozor hozirgi holatida Fibonacci retracement zonamiz, Fibonacci retracementimizning OT zonalariga kirib kelganidan so'ng aytaylik, mana bu OT zonasida mana shu zonalarga narx yetib kelganidan keyin savdo bitimini ochaman deymiz va bu OT zonalar bizda ayni bozorning likvidlari yig'ilib qolgan zonalariga ham mana to'g'ri kelib qolyapti. Mana liquidity zonamizga to'g'ri kelyapti va buni keling boshqacha qilib belgilaymiz, ya'ni pul holatida belgilaymiz. Ayni narx shu zonalarning ichiga kirib kelganidan keyin savdo pozitsiyasini ochaman degan bir fikr bilan bizda shunday reja paydo bo'ladigan bo'lsa va keling biz aytaylik, mana shu joylardan limitlarimizni o'rnatib, ya'ni mana shu zonalardan limitlarimiz, stop losslarimiz esa bozorning kuchli bo'lgan minimumiga va tek profitlarimizni esa bozorning keyingi likvidlik zonalariga joylashtirishlikni reja qilamiz. Agar narx hozir kelib mabodo shu zonalarimizdan limitlarimiz ishlab foyda qiladigan bo'lsak, biz qilayotgan riskimizga nisbatan 3,5 ya'ni 3,47 ko'rinishida, ya'ni 1 ga 3,5 nisbatda foyda qilamiz. Bu nima degani? Ya'ni sizda aytaylik $10,000 depozitingiz bor. $10,000 depozitning 1% bizda qancha bo'ladi? $10,000ning 1% bizda $100 ga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni $10,000ning 1% bizda $100 bo'ladi. Siz shu holatda savdo bitimini ochganingizda, mabodo narx shu joylarga kelib, limitlari ishlab, keyin stop losslarimizni oladigan bo'lsa, bizda zarar qilishimiz uchun mana bu zonada biz mabodo zarar qiladigan bo'lsak, faqatgina $100 yo'qotishga haqqimiz bor xolos. Ya'ni risk management qoidalariga qaraladigan bo'lsa, biz $100 yo'qotishimiz mumkin xolos mana shu oralig'da. Ya'ni har bitta savdoga 1% dan risk deyilganda, biz mana bu oralig'dagi foizni nazarda tutmaymiz. Ya'ni mana bu 4.19% ni nazarda tutmaymiz. Siz summangizga nisbatan yo'qotilinadigan summa, mabodo savdo g'oyangiz o'xshamay qolgan taqdirda siz $100 depozitingizdan pul yo'qotishingiz mumkin. $10,000 depozitga nisbatan. Agar sizda 5,000 bo'ladigan bo'lsa, bu $50 ga tushishi kerak. Va buni qanday qilaman, qanday hisoblayman deb masalan boshingiz qotib qolayotgan bo'lishi mumkin. Keling, har bitta ishni oxirigacha qilishlik bu yaxshi hisoblanadi. Keling, bu holatni ham hozir ko'rib chiqamiz. Siz $10,000ingizga 1% risk qilish uchun siz nechta aksiya sotib olishligingiz kerak? Buni qiyinroq yo'li bor. Masalan, $20.59 dan sotib olib, 19.70 da mabodo zarar bo'ladigan bo'lsa, 20.59 dan 19.70 da ayirsangiz qanchadir son chiqadi. Ana o'sha sonda siz hisoblab nechta sotib olsam, masalan $100ingizga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda aniq son kelib chiqadi. Siz bunchalik boshingizni qotirmasligingiz uchun TradingView sayti mana shunaqangi instrumentlarni, ya'ni traderlar uchun qulaylik bo'lishi uchun hozir sizga ko'rsatib berib o'taman, shunaqangi instrumentlarni joriy qilib qo'yishgan. Ya'ni siz hozirgi mana bu long pozitsiya instrumentini ustiga bitta ezganingizda sizga mana shuni nastroykasi kelib chiqadi. Essak yo'qolib qoladi, bu joyga essak mana kelib chiqadi. Siz nastroyka bo'limiga kirib, argumenti bo'limiga siz o'zingizdagi bor depozitni yozasiz. Ya'ni kapitalingizda qancha pul bor. Keling, biz $10,000 ni ko'rib chiqyapmiz. Shuni hisobiga $10,000 ni belgilab qo'yaman. Va mana qolgan shkalalarga e'tibor bermaymiz. Bizga hisob raqami qancha, o'sha hisobda, ya'ni razmeri qanchalik depozitni va shu depozitdan qancha risk qilmoqchimiz. Ya'ni 1% risk qilmoqchimiz. OK qilib ezib qo'yganimizdan keyin bizga
biz har safar o'sha brokerimizda savdo qilishdan oldin kirish narximiz, stop loss va take profit narxlarini mana bu long pozitsiya bilan belgilab olganimizdan keyin bizga depozitimizga nisbatan mana bu joyda ko'rsatib beradi. Ya'ni sizga hozir 112 dona shu aksiyadan sotib olishligingizga ruxsat beryapti. Ya'ni siz 112 dona shu aksiyadan sotib olsangiz, agar sizda foyda bo'ladigan bo'lsa, mana yozyapti. Ya'ni 10,000 dollarlik depozitga agar foyda qiladigan bo'lsangiz, 10,347 dollar sof foyda qilasiz. Agar g'oya o'xshamasdan minusga ketib qoladigan bo'lsa, mana bu joyda ko'rsatyapti. 9,900 dollar plyus qolar ekan. Ya'ni biz 10,000 dollarga 1%, ya'ni 100 dollar risk qilmoqchimidik. Mana ayni xuddi shu narxidan 112 ta sotib olib va 19.70 ga stop losslarimizni qo'yadigan bo'lsak, bizda risk va money managementlarimiz haqiqiy professionalniy treyderlarga o'xshagan holatda yaxshi boshqaruvdagi depozit hisoblanib qoladi. Bu nima uchun kerak? Aytaylik, siz ketma-ket 3 marta savdo g'oyangiz o'xshamadi. Ya'ni 3 marta savdo g'oyasi ketma-ket o'xshamadi. Siz -1, -1, -1, ya'ni 3 marta savdo g'oyangiz o'xshamadi va keyin ketma-ket plus ketma-ket sizda 1 va 1. Ketma-ket ikkitasi o'xshab qoldi. Ya'ni sizda umumiy 5 ta savdo qilgan edingiz va shundan 3 tasi ketma-ket minus va 2 donasi plyusda yopildi. Endi biz har safar minus qilganimizda 1% pul yo'qotamiz, ya'ni 100 dollar. Plyus qilganimizda bizda 300, 200, 400 vaholanki ba'zi paytlari 3,000 dollar, ya'ni 2,000, 3,000 dollargacha 1:20, 1:30 nisbatlar bo'lib ketib qoladigan vaziyatlarda bizda yuqori bo'lib ketadi. Lekin eng kami 1:2, ya'ni 1:2 yoki 1:3, 1:2, 1:3 deyilganini sababi siz 1 ni risk qilgansiz, 2 yoki 3 ni yoki 5 ni olishlik uchun. Mana shu holatda ko'radigan bo'lsak, bizda umumiy minusdagi natijalarimiz qancha bo'ladi? 3%, ya'ni depozitimizga nisbatan -3% bo'ldi. Endi foydalarimizni hisoblaymiz. Keling, juda uzoqlarga o'tlab ketmaymiz, oddiyroq qilib hisoblaymiz. Bittasida 1:3, bittasida 1:2 ishladik. Bizda nima bo'lyapti? +5%. Ya'ni sizda ketma-ket 3 ta minusli savdodan keyin 2 marta plyus bo'lib qoladigan bo'lsa ham, sizda umumiy depozitga nisbatan 5 dan 3 ni ayirib oladigan bo'lsak, bizda 2%lik sof daromad qoladi degani. Risk va money managementlar mana shuning uchun tuzib chiqilingan va mana shunga amal qilgan trader doimiy uzoq muddatli perspektiva bilan olib qaraydigan bo'lsak, stabilniy daromadda yuradi. Bugun adashmasam, umumiy holatda trader yoki investor qadamba-qadam nimalarni qilib chiqadi va qay holatda ishlaydi, shularni birma-bir ko'rib chiqdik va foydalanishimiz kerak bo'ladigan saytlarni ham birma-bir ko'rsatib o'tdim. Darslaringizda keladigan atamalar yoki har xil fundamental holatdagi ko'rsatkichlardan foydalanishingiz mumkin, bularga qo'shimcha qilgan holatda. Lekin sohada siz qancha oddiy va qancha oson qilib oladigan bo'lsangiz o'zingiz uchun, ishoning, anchagina vaqtingizni, asabingizni asragan bo'lib hisoblanasiz. Shuning uchun sizlarga maslahat tarzida mana shu video qo'llanmani oldim. Foydasi tekkan bo'lsa xursandman.